Assalomu alaykum, hurmatli aziz yurtdoshlar. Biz tumanimiz markazidamiz va bugun Sulaymon va Odinaxon onajonimiz tavallud topgan kunlari. Onajonimiz uzoq yillar ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatgan, ularga uzoq umr tilab qolamiz. Bizni ko'rayotgan shogirdlari, o'quvchilari nomidan, shu yerdagi farzandlari nomidan, umr yo'ldoshi nomidan, yaqinlari nomidan tabriklaymiz. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Mana shu chiroyli gul mehribon onajonimizga Xudo xolasa bugun. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. G'amlar yuragimda kurtak otganda, omadim quyoshi nogoh botganda. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Eng yaqin do'stlarim meni sotganda, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Xazonlar qoplasa yurgan yo'lagim, yiqilib yerlarga teksa kuragim. Armonlar yutganda toza tilagim, onajon bir to'yib yig'lagim keldi. Bag'ringizga bosh qo'yib uxlagim keldi. Onajonim mehribonim, bag'ringizga bosh qo'yib yig'lagim keldi. Bülbüller bir nefes gülünü unuting, dunyodagi bor gulni Tangriga tuting, bizdaylarga jo'r bo'ling, dodiga yeting, onamni dardiga shifo tiladim. Onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsin, bitta guldiroz qarshiga olamiz. Bugun aslida ustozlarning oldida ustozlarga tabrik bildirish ham biz uchun ham qiyin, chunki ustozlarning so'z boyligi juda ham yaxshi bo'ladi. Ustoz, bugungi shukrona kuningiz bilan tabriklaymiz. Mana bizni juda ham ko'plab olti arg'ilinglar tomosha qiladi. Sizni o'quvchilaringiz, shogirdlaringiz, hamkasblaringiz, o'sha ta'lim dargohida birga ishlagan barcha xodimlar tomosha qilishadi. Bugungi yaxshi kunlar muborak bo'lsin. Tumanimizdagi eng nufuzli maktablardan biri, birinchi maktab jamoasi nomidan, qolaversa farzandlar, yaqinlar nomidan, umr yo'ldoshingiz nomidan tabriklaymiz va farzandlaringiz tomonidan chiroyli bir tabrik so'zlar yetib kelgan. Mana shu tabrik so'zlarni o'qib bermoqchiman. Assalomu alaykum, biz uchun qadrli bo'lgan mehribon otajonim, hoji dadam va mehribon onajonim. Bugungi ulug' yoshingiz muborak bo'lsin. Onam nafaqat o'zini bolalarini, xalqni bolalarini ham komil inson qilishda tinim bilmay mehnat qildi. Uzoq yillar ta'lim sohasida faoliyat ko'rsatdi. Onajonim, mehribonim, otajonim oilamiz ustuni. Bizni hech kimdan kam qilmasdan 4 farzandni halol yedirib, halol o'qitdi, borini berdi. Qaysi birki ota-ona farzandiga nimaiki ravo ko'radigan bo'lsa, ota-onamiz eng yaxshilarini bizga ravo ko'rdi. Buning uchun doimo ota-onamizning oldida biz butun umr qarzdormiz. Onajon, bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bilib bilmasdan sizni xafa qilgan bo'lsa, gohida bolalik qilib, gohida erkalik qilib, bilib bilmasdan ko'nglingizni og'ritgan bo'lsak, bizdan kechiring. Siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Onam haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham samimiy, mehribon inson, oshiq ko'ngil. Onajonim, bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Sizdek onani farzandi ekanligimizdan doimo faxrlanamiz.
Biz qachonki ona bo'lib onani qadrini, ota bo'lib otani qadrini yana ham bildik. Otajonim, onajonim, davlatimiz, sizlar bilan biz doimo faxrlanamiz va sizlarni yaxshi ko'ramiz deb bizga chiroyli nomalar qoldirgan farzandlaringiz Zilolaxon, Hilolaxon, Zuhriddin, Shavkatjonlar nomidan, kelinlar nomidan, mana shu yerga yig'ilgan barcha aziz mehmonlar nomidan, Hoji otamiz nomidan onajon yana bir bora sizni tabriklaymiz. Bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin. Bugun eng yaxshi kun shu ota-onani baxtli kunlari. Hozir yana ham bir baxtli onlarga guvohlik qilamiz. Bugun mana shu oila kattasi, mana shu onamiz bilan bir yostiqqa bosh qo'yib uzoq yillardan beri farzandlarining baxtli kamolli kunlarini o'ylab, otalarning qo'li mehnatdan qado bo'ladi, onalarning yuziga ajin tushadi. Nima uchun? Bola chaqam yaxshi yashasin, hech kimdan kam bo'lmasin deya. Bugun ularni e'tirof qilsak arziydi va Hoji ota sizdan tabrik eshitamiz. Mana shu rahmat sizlarga ham. Men tabriklayman tug'ilgan kuningiz bilan. Yuzlarga kirib yuring ilohim. Bizni baxtimizga sog' salomat bo'ling, bola chaqalarimizni baxtiga, farzandlarimiz ham ahli solih bo'lib, bizni yoshlardan o'tib yaxshi insonlar bo'lib yetishib yursin. Respublikamizning faxrli kadrlari bo'lib yetishsin ilohim. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Dunyodagi eng baxtli ayol qaysi ayol deganda, hozir ko'rasizlar dunyodagi baxtli ayolni. Hoji ota mana shu gulni o'zingiz topshirsangiz, mana siz rahmat, mana tabriklayman. Zakisda ham bundan zo'r gul topshirgan edim. Yashasin mana, rahmat. Necha yil bo'ldi turmush qurganlarga? 80-yil bo'lsa necha yil? 45 yil. 45 yil. 45 yil. Mana shunaqa bir baxtli yashash baribir mazza. Mana 45 yosh, 45 yil turmushdan keyin mana shunaqa chiroyli gullar berilyapti. Ayollarimizga har doim mana shunaqa chiroyli gullar berib turishimiz kerak. Ora-orada pulini ham berib turishimiz kerak. Yaxshi, rahmat. Pulini ham beramiz shekilli endi. Yo'q, bugun emas. Qani kattalar kelinglar, sizlardan tabrik eshitaylik. Biz xonadonimizga yig'ilib kelgan mehmonlar. Shu meni yangamni bugun tavallud ayyomi ekan. Allohim yuzlarga kirishni nasib qilsin. Onamni, dadamni duosini olgan, ukamni duosini olgan. Tanijoni sog' bo'lsin, umriga, rizqiga, kasb-koriga baraka bersin. Allohim undan bag'iga topgan yaxshilik kunlarga buyursin, bolalarini baxtiga sog' salomat bo'lsin. Uzun umr, ko'p rizq berib, o'ynab kulib yashashli Allohdan nasib qilsin endi. Hammamiz birgalikda Ka'batullohlarga borib kelishli Allohdan nasib qilsin, Xudoyo xudovando. Men ham onamni yuzlaridan o'tib ketishini xohlayman. Bizni tarbiyalab, hunarli qilib o'qib ketish uchun sizga ming rahmat. Sog' salomat yuring, hech ham kasal bo'lmang ona. Sovg'a qildik-ku. Rahmat. Xudodan shifo so'rayman. Sog'ayib ketdik. Salomat Umringiz uzoq bo'lsin, iloyim. Sog' bo'ling. Onajon, bugungi baxtli kunlaringiz muborak bo'lsin. Endi taassurotlaringizni eshitamiz. Kayfiyat qalay bo'ldi? Ko'tarildimi? Yaxshi, rahmat. Hamisha bolalarimiz ham sog' salomat yursin. Bolalarning baxtiga eson-omon katta qilish nasib qilsin hammalariga. Endi Hoji ota doimiy mana shu ko'rsatuvimizni an'anasiga aylangan, ko'rsatuvimizni qayta mazza qilib ko'radigan joyi shu o'zi. Farzandlardan rozimisiz? Ming marta rozimiz. Mana syurpriz qilib elimiz, yurtimizga munosib farzandlar bo'lgani uchun xursandman. Mana oliy ma'lumot deputati Chevar, mana hammalari yaxshi joy ishda, yaxshi nimalarda mana xursandmiz. O'g'illarimiz ham yaxshi. O'g'illarimiz ham yaxshi, mana xursandmiz. Sizlarga ham rahmat shu syurpriz qilib kelganlaring uchun. Ming marta rahmat. Onajon, farzandlardan rozimisiz? Rozimiz, hammasidan rozimiz. Rahmat. Bugun nima deydi? Yurakdagi tilaklar bildiriladi va yurakdan ko'z yoshlar kelyapti. Hilol opam o'zi ko'pchilik dardini eshitadigan ayol bugun yig'layapti. Baxtli kunlar muborak bo'lsin. Endi bugungi baxtli onlarda
eng yaxshi narsa bu chiroyli qo'shiq. Davraga taklif qilsak, onajon Qo'shiq xudo jonlarga xolasa marhamat. Sen kabi qomati rasa Farg'onada bittagina Sen kabi qomati rasa Farg'onada bittagina Mani kabi qaddingga ado Farg'onada bittagina Oh mani kabi qaddingga ado Farg'onada